Avtoservis kuzatuvchilari usta akalarimiz uchun yashil naborlarimizni xilma-xilidan olib kelib qo'ydik. Bularni sizlar bilan tanishtirib o'tib ketaman. Birinchi yashil naborimiz Smart Safe brendiga tegishli bo'lib, spetsialniy elektromobillar uchun bo'ladi. Bu nimaga unaqa deyapsiz desanglar, mana o'z ko'rib turganingizdek, ichida naborlari, instrumentlari o'zini maxsus mana bunaqa qoplama bilan o'ralgan bo'ladi. Birinchi qismida mana shunaqa nakidnoy kulishlar, rachkovoy kulishlari, mana ichini bitta ochsanglar, mana nakidnoylari mana ko'rib turganingizdek, hammasi maxsus qoplama bilan o'ralgan. Shu spetsialniy elektromobillar uchun mana hamma soat mana ichida ko'rib turganingizdek, hamma detallari, ploskiylarimi, hamma narsasi mana o'zini qoplamalar bilan egallangan. Mana ko'rib turganingizdek, mana bitta golovkalari bor. Keyingi yashigimizda esa bu обычный o'sha ustalarga bo'ladi. Birinchi yashigimiz 116 ta bunda. Ikkinchi yashigimizda esa 430 ta predmeti bor. Uni ham o'sha ko'rib turganingizdek 7 ta tortmasi bo'ladi. Eng tegi pustoy bo'ladi. Tegidagi mana qismida mana golovkalari, o'zining trishotkalari, mana bu yoqda uzun golovka, kichkina golovka